Assalomu alaykum obunachilar. Yangi yilda Gilam Momaka Uspitat min qolgan obunachilarimiz uchun Urganch Raycenter bozori 97-magazinga keldik va aldimiz 14-yanvar yangi yildan so'ng nima deymiz, pul tushgan yoki o'ng'ayi yangi yildan so'ng bo'lib qolgan obunachilarimiz uchun Raycenter bozoridan yana 1+1 aksiyalari bor ekan. Hozir danishib o'tamiz. Narxlari o'zgarmadimi? Yangi gilamlar gapti, shular haqida gaplashib o'tamiz. 2026-yil 7-yanvar sanasiga ko'ra syomka qilib turibmiz. Aksiya muddati qachongacha bo'lishini video davomida bilib borishingiz mumkin. Adresiga kelsak, Gunchkar darvoza, bu tomon darvoza tomonidan garajimizda oxirgi do'kon 97-magazin. Sammo'ynalda dastavka xizmatlariga yetib turibdi obunachilar. Bu tomonimiz eski bozor bo'ladi. Shu Nyugoy joyida obunachilar do'kon 97 da banner chiqarilgan bo'ladi. Bu yandan ham gilamlar yangi yildan so'ng ko'zlaymasin dini yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi yilimizni kutib oldingizmi? Rahmat, yaxshimisan? Obunachilarimning ko'pchiligi yangi yillarda Uspeta to'lmin qolibdi. Xarajatda yuribdi, pul tushgan. Yangi yildan so'ng ham bir yangilik 1+1 davom ettiring deb. Mana shu ekranda yozilib turgan telefonlarga ko'p urdilar. Sizlar so'radingizlar, biz aksiya etib beramiz. Xudo xolasa faqat 25-yanvargacha bo'ladi. Yanvargacha bo'ladi. Gilamimiz 2,5 million so'm pul bo'lgan, Og'abek. 2,5 million so'm. Gilamimni tan narxini 1,8 million so'm pul etib beraman, Og'abek. Lekin sharti bor. 1,8 million so'm pul etib berdim-ku. Shu videoga bir like bosadi. Gerek adamına klassdaşlar, sinfdoshlar gruppasına, qarindoshlar gruppasına shunday tashak qo'yadi. Gilamimni tan narxini 1,8 million so'm pul etib berdimmi? Og'abek, içinde shunday 1,8 million so'mlik gilamini yana birini qo'shib beraman, Og'abek. Shunda narxi o'zgarmaymi? Narxi o'zgarmaydi, xudo xolasa. 1,8 2 gilam. 1,8 million so'mga 2 dona gilam beraman. Eni 3 metr, bo'yi 5 metr bo'ladi. Hurmatli obunachilar, undan tashqari bayram-bayramning bo'lsin. Yangi yildan ham zo'r bo'lsin deylar uchun bir dona joy namozi 200 ming so'mlik joy namoz ham shunday ichida bo'ladi. Обязательно like, kommentariyasini tekshirib shunday joy namozi ichida qo'shib beramiz. Dastavkasi ham ichida bo'ladi. 40 olib borib berish ichida. 40 dastavkamiz, olib borib berishimiz, hamma narsa shuning ichida. Xorazm bo'ylab Xozoriz, Bog'ot, Gullan agarda 1,8 million so'mlik gilamdan bir dona olacak bo'lsa, o'zlari kelib yuklab ketadi. Masalan, shu gilamdan kamida bir 2 ni yo 3 ni olsalar, biz o'zlarimiz olib borib beramiz. 2 ni 3 ni oldi, ya'ni 2 ni olsa 2 ni qo'shib beraman. 3 ni olsa 3 ni qo'shib beraman, og'a. 3-5lik gilamni narxini aytdik hozir, to'g'rimi? 1,8 million so'm pul berdim, birini oldilar, birini qo'shdim, og'a. Endi yana ham so'rashlari mumkin. Yana ham bitta arzonroqi yo'qmi? Arzonroqi bo'lsa arzonroqini bering deyishlari mumkin. Arzonroqi desa arzonroqi bor. Gilamim 1,8 million so'm, eni 3 metr, bo'yi 4 metrlik gilam. Endi shuni 1,5 million so'm pul etib beraman, Og'abek. İçinde ikkinchisi shunday mut bo'ladi, Og'abek. İçinde bo'ladi. 3 metr, 4 metrlik gilam bo'ladi. Bular ham olib borib berish, do'qish ham o'z ichida bo'ladi. Hamma narsasi ichida shuni, Og'abek. Aytamiz yana bir marta, bir dona gilam kerak bo'lsa, bemalol o'zlari kelib, ko'rib, ekrandagi telefonlarga telefon etsizlar. Bu ekrandagi telefon nomerlar ne uchun? Sizlar adres tushuntirish uchun, do'konni dalnisini berish uchun, sizlar informatsiya berishlar uchun. Hamma gap haqiqat. Xudo xolasa kommentariya dedim. Bugun kommentariya showsini aniqlayman. Xorazm ovozida zo'rindan bir g'olib qo'ydim. Bugun shuni geshni aniqlab beraman. Keyin bugungi video uchun kommentariya showsi uchun ajoyibindan bir dona g'olib qo'yib beraman. Bugun ham qo'yamiz kommentariya. Bugun ham qo'yib beramiz. Og'abek, eshit, 1,8 million so'mlik boshqa svetlar yo'qmi? Qizil bilan oqmi desa, xolasa yana 1,8 million so'mlik 3-5likimizni xolasa go'kan bor, Og'abek. Sini svetini ham saylarlar. Sini svet ham bor. Sini svetini ham birini oladi, ichida ikkinchisi mut, uni ham ko'rsatib yurmayin. Prosta aytib turibman. Svetini saylab olaveradilar. Svetini saylab olaveradilar, Og'abek. 1,8 million so'm oldilar. Kattaroq gilamman. Go'sting hammaning kattaroq hammaning xonasi. Bo'ldi. Kattaroq 7 metrlik gilam go'staman, Og'abek. Qani? Gilamning bahasi 2,5 million so'm. 2,5 million so'm sotaman. 2,5 million so'm pul beraman, Og'abek. Guring eshit, buningini bo'lmagan. Faqat 25-yanvargacha bo'ladi. 2,5 million so'm pulning ichida yana birini shunday qo'shib beraman, Og'abek. Nechati? 2,5 million so'm pulning ichida 2 gilam. 2 gilam. Bir dona 3 metr, 7 metrlik gilamdan birini oldi, yana birini shunday qo'shib beraman, Og'abek. Videomizga like bosib, kommentariya yozib o'tirganlar nima berasiz? Xudo xolasa bizning videoga like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab odam o'tirgan odamlar uchun ishi gilamni Addenni yana bir dona shunday joy namozini shunday qo'shib beraman, Og'abek. İçinde bo'ladi, xudo xolasa. Bir dona joy namozi bo'ladi. Undan tashqari ipak gilamlaringizdan yo'qmi deb kommentariya yozib turlar. İpek gilam bilan bir sketcha qilib bering, bir ko'raylik debdilar. Meningina ipak gilamimiz. Eshit, bahasi o'zi gulgulesema. 2,5 million so'm pul bo'lib turibdi. Bizga like bosdingiz. Qo'llab-quvvatlab kommentariya yozdingiz. Gerek adamingizga tashakkur qo'ydingiz. 2,3 danman. 2,2 million so'm pul etib beraman, Og'abek. Men guring eshit. Ikkinchisi shunday muti bo'ladi yanında.
Meh. Sochaqli, ko'jali, yana qalin, razmer ham katta. Razmer ham katta, hamma razmeri bor. Size gerek razmerleriniz bor. Hozir kreditlar ham o'zlarini olib borib beraturmiz. Yonib tursin. 3'e 5 metrlik gilamdan 2 milyon 200 ming so'm bir g'ol oldingiz. 2 milyon 200 ming so'mlik yana bir g'ol qo'shib. Bir joy ham qo'shing. Bo'ldi, bir dana joy namozi. Faqat o'sha videoga shuncha mehnatimiz uchun bir like bosib qo'ying, hurmatli obunachilar. Shuncha mehnat etib, qimmat bo'lsa qimmat deb ayting. Arzon bo'lsa arzon deb yozib keting kommentariyada. Kommentariyada bizning fikrlaringiz biz uchun muhim. Albatta o'qib chiqamiz hammani kommentariyasini. Xudo xolasa. Keyin kalınroqlari yo'qmi debsiz? Kalınroqlar ham bor. Kalınroqi eni 3 metr bo'yi 4 metrlik gilamimiz. Aha. Bahası 2 milyon 800 ming so'm, 2 milyon 450 ming so'm pul etib beraman Og'abek. To'sh shundan, xolasa svetini boshqacha etib, xolasa bir xil etib turib, yana birini qo'shib beraman Og'abek. İçin, xolasa o'zidan, xolasa boshqacha. Xolasa boshqacha etib turib, yana birini qo'shib beraman o'zidan. Saylab olaveradi o'zlari. Saylab olaveradilar bemalol. Undan tashqari boshqa sveti yo'qmi deyarlar uchun. Men bundan boy. 7lik razmerlardan olsam 7likdan qo'shib berasizmi? Xudo xolasa 7lik olsam 7lik ham qo'shib beramiz Og'abek. Aytdim-ku, 7lik ham ko'rsatdim. Libo gilamimize metrajdan tashqari libo bir gilam oladi. 1 gilam qo'shib beraman Og'abek. 2 ga 3lik olsin, 2 ga 3lik qo'shaman. 4 ga 7lik olsin, 4 ga 7lik qo'shib beraman Og'abek. Qachongacha? 25-yanvargacha bo'ladi. Birinchi kun ishlaysizmi? Birinchi kun ishlaymiz, birinchi kun. Ishlaymiz Og'abek. Dushanba. Qara, bu gilamning bahosi 2 milyon 450 ming so'm. Birini oldiz-ku. Men ikkinchisi mutyaran. To'shni o'zidan. To'shni o'zidan bir xil bo'ladi. Ina, Buningning bahada bo'lmagan, buningning skidga zo'ri bo'lib turibdi. Bemalol gap turib 25-yanvargacha xarid qilishingiz mumkin. Joy chog'alar, yangi joylaringizga, imoratlaringizga yonma-yon spalniy xonalarda zo'r ketadi deyishyapsiz. Endi kattaroq yo'qmi debsizlar? Kattaroqlar ham boyni. Mening oqindan, zo'rindan. Necha 3 metr, bo'yi 5 metr. Og'abek, guringga eshit. 2 milyon 850 ming so'm birini oldingiz-ku. Bir tikul. 2 milyon 850 ming so'mlik gilamdan yana birini qo'shib berdim. Necha etdim? 2 milyon 850 ikkini berasiz shunda? 2 dana qolib beraman. 1 milyon 450 dan tutib tursan, sadara 50 yarashmaydi. Yo'q, 2 milyon 850 ming so'm. Akka bir dana joy namozini 2 milyon 850 ning ichida. Yarashmaydi. Imaxira 200 ming so'mlik joy namoz qo'shib beraman. Yarashmaydi, qo'lni bering. 50 oltasan. Qara. Like 200 ming so'm. Ha, bu joy namozi yo'q. 50 ming so'm tutsa yarashmaydi, qo'ying. Buni sifati endi joy namozni ko'p g'imjilamaydilar. Prosta ko'rsataman-a. Joy namozi zo'ri bu. Sizni ko'nglingizdan, do'kon nomidan obunachilar bir like, bir komment. Bo'ldi, ketdi, ber. Joy namozidan ber ichida 2 milyon 800. 2 milyon 800 ming so'm pulning ichida 3'e 5'lik g'oldan birini oldingiz. 3'e 5'lik g'oldan birini qo'shdim. Plus joy namozidan qo'shdim 2 milyon 800 ming so'm pulning ichida. Uningning bahada gilam yo'q. Faqat bizada. Endi 1 milyon 800 yo'qmi deylar uchun mening yana bir ko'rsatib beraman. 1 milyon 800 ming so'm pula 3 metra 5 metrlikdan birini oldingiz. 3 metra 5 metrlik 3dan yana birini qo'shdim. O'zindan-ku. O'zidan bo'ldi. Bir xil rangdan bo'ldi. Og'a, buni svetini almashtirib olsam bo'ladimi? Svetini xohlaganingcha etib oladi. Keladi klientimiz. Boshqacharoqdan. Endi boshqacharoq desa boshqacharoqdan beramiz. Oqi desa oqini beramiz. Go'ki desa go'ki, qizili desa qizilini beramiz. Endi Og'abek ko'p klientlarimiz so'rabdi. Sizlar qalinroq g'ollar ham bormi? Qalinroq g'ollar ham skidga etib beringlar debdi. Kelinglar. Bizga ko'rsatamiz sizlarga qalinroq g'ollar ham skidga etib. Zo'r ham qalin, lekin bundan ham qalinlarini so'rabdi. Bo'ldi. Bundan ham qalinlari bor. Eron sifatidagi gilamlarimiz bor. Hali Eron sifatidagi ajoyib gilamlarimiz. Hozir metrajdan ham bir qator ko'rsataman. Razmerlar bormi? Yangi yilda sotib berib o'tib. Bor, hamma razmeri bor. Bor, Uyini 3 metr, bo'yi 5 metrlik gilamimiz bo'ladi. 3 milyon 150 ming so'm. Akka yana birsini. Birini oldingiz Eronskiy sifatidagi gilamimizdan, ikkinchisini shunday mutra qo'shib berdim. Chongi, cho'pi, bilinmaydigan svetlardan ekan qaqqa. Hamma narsasi zo'r bo'lib turadigan gilam. Bu podarkasi bu. Ichinda. Ichida. Shuningdek bir joy namoz podarkasi. Narxi 3 milyon 150 ming so'm pul bo'lib turibdi. Bir danasi, yana bir danasini 3 milyon 150 ming so'm pulning ichida qo'shib berdim. Dastavkasi, olib borib berishimiz, tikib berishimiz, taxlab berishimiz hamma narsa shuning ichida. O'rtantirimmi 3 milyon 100? Yo'q, Og'abek uningdan bo'lmaydi. Qara, endi og'a. Qara, o'sha qimmatini orningni obunachilar uchun. Obunachilar. Bo'ldi, yaxshi 3 milyon 100 ming so'm ketdi. 3 milyon 100 ming so'm Eronskiy bir g'olib berdim. Yana bir g'olib qo'shib berdim ichida. Obunachilar, 3 milyon 100. Endi eshittiringlar, hurmatli obunachilar, zo'rlaridan qo'yib beraman dedim, zo'rlaridan qo'yib beraman. Orini iğni gilamimiz 3 metr 6 metrlik gilam bo'ladi. Yonib tursin qarang. Bu zo'r xonangizni, do'koningizni ochdi bu. Aşağıdan suyetlerimiz ham bor. Endi faqat ko'p odamlara nom qiziq, arzonroq kelanlarimiz qiziq. Yo'q, bizda qimmatlar ham bor, hozir ko'rsatamiz. Videoda hammasini sizlarga batafsil tushuntirib beramiz. Gilamim 5,5 milyon so'm. Akka yana birini qo'sh 5,5 milyon so'mlik gilamdan birini nishatdim. 5,5 milyon so'mlik gilamni yo'q, arg'indan. Qolingidan, ashundan akkani. Sochaqli, ko'jali. Endi Og'abek podarkasini qaraman. Beraqaga yayib ko'rsatadi valloh. Beraqaga ini. 3 oltinmi?
bu 3 metr 6 metrlik gilam aldı-ku menden, doğru? Ava. Yo bizde 5 metrlik 4 metrlik gilam koşunma. Abi 3 metr 6 metrlikinde yine birinin özünden kalınından tuş işinin sifetinden birini koşup beramen abi. Özünden koşarak bu baba. Özünden koşuray. Acayip renkli, acayip sifatli gilam. Bu lekin, bu klasik dizaynda bu zallara zor düşadi, da. Dum acayip bo'lib turadi, zakonni bo'lib turadi. Sifat ham yaxshi, o'zi ham yaxshi. Yana bir marta tushuntiraman. Qarang. Geldiniz, size liboy razmer gerek. 3'e 5'lik gilamdan birini aldınız, birini koştum. 3'e 5'lik gilamdan 2 milyon 200 bin soma, 2 milyon 200 bin soma bir ipek gilam aldınız. İkinci ipek gilamı şununla koşup verdim yanında. Niçki oldu? Acayip oldu mu? 45 Bundan taşkarı yayıp durgan İranski sifattaki gilamından birini aldınız, ikincisini koştum mu? Halagan sivette, halang bir xil etip alın, halang 2 xil etip alın. Bu sizin istekize, özünüzün xohishingizga qarab turib bize gilam saylab beramiz. Libo bir gilamimdan, xolasangiz 2 milyon 800 bin so'm 3'e 5'lik bor. Xolagan gilamimdan birini aldingiz, birini qo'shib berdim og'abek. Sardar aka, qarang endi, to'xtang. Gilamlar yaxshi zo'r. Siz u metrajlar ham aqcha qo'yib bering. Yaxshi, qo'yib beraman. Hozir bir yana mazgina gilam ko'rsatib bering. Metrajdan dum zo'r bahada qo'yib beraman. Abi, guring endi so'rashlar ham mumkin katta gilamlar, ha. Ulu gilamlar ham qo'yib bermaysizmi qalin gilamlar deyishlar. Yine İranski gilamlarimiz ham qo'yib beraman. Bu körpeçe degan gilamimiz bo'ladi. Xolasa bu sevetini aldı. 5 milyon 800 bin soma. 5 milyon 800 bin soma. Eminli sevetinden birini koşup verdim. Neçe ettim abi? Yine özünden. Özünden bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Yine. Sifati bir xil, rasvetkasi modeli o'zgardi. Xolasa turistki gilamim keladi. Turistki gilamim ushidi. O'sha gilamni 5 milyon 850 bin soma xarid etadi. Belmak kamsin, bel kerak bo'ladi. Bular qalin qoli. Hozir biz kichkinalarni aytib turibmiz. Endi so'rashlarim mumkin. Hamma razmeri bormi? Hamma razmeri bor. 4'e 6 alsangiz 4'e 6 koşamız. 3'e 4 alsangiz 3'e 4 koşamız. 4'e 5 alsangiz 4'e 5 koşamız. Hamma güllüsünden bu hazır bir yerde prosto bize kichkinalarni gözetib turibmiz. Bunda assortiment ko'p og'abek yine. Xalagan assortimentingda gilam bor. Geldiniz, ishini ushadingiz, bahasıncha so'm, palancha so'm, razmericha, palan razmeringiz, bering razmeringizni yozdik. Endi uka, necha so'm pul bo'ldi bu? Palancha so'm pul bo'ldi. Endi sen aytib qo'ysan, palancha so'mni g'oli qo'shib beraman deb qo'ysan desin. Bize lavzimizda turib, xudo xolasa, aytganimizni qilib, yana ham shuni o'zidan ajoyibundan bir g'oli qo'shib beramiz ichida. Qachongacha? Faqat 25-yanvargacha bo'ladi. Endi og'abek zo'rindan ipaklarni metrajlarini ikkib qo'yibman. Hozir bir de hammasini ko'rsatishga nodidi, sharoit ham yo'q, imkoniyat ham yo'q. Yaxshi og'abek, qara, qizil svet yo'qmi deb so'rashlar. Qizil svetlar ham bor. Bular ham bir. Bular ham 1+1. Hammasi bir qizil oladi, bir qizil qo'shaman. Endi gulgula seni, bularning bahasi qimmat bo'lgan. 150 ming so'm pul bo'lgan. Ava. Xolasa oqi, xolasa go'ki. Masalan, dolandingizda banat polni oldingiz, yeni 2,5 metrlikdan 1 metrlikinden pes pola gerek. Kalidora gerek 2 metrlikinden. Ba. Bryanliki bormi? Ba. 120liki bormi? Ba. Hamma razmeri bormi? 2 metrliki bormi? Ba. Oqi bo'lsa, oqi desangiz, oqi. Buni g'olisi bormi deb so'rashlar mumkin. G'olisi ham bor, hamma razmeri bor. Xolasangiz g'ol etib beramiz, xolasangiz darushka etib beramiz. 150 ming so'm sotilgan xatarına ishidan kelib turib ushag'anini 95 ming so'mdan qo'yib beraman. Ketdi. 95 ming so'm 1 kvadrat metri. Qolandimi? Qolingini. Lekin yana marta aytaman, hurmatli obunachilar, faqat gilamlara 1+1. Gilamda, ya'ni g'ol oldingiz, bir g'ol olasiz, bir g'ol qo'shib beramiz. Metrajlarni o'zini chekka bahada, chegirma bahada metrajga qo'shib beramiz. O'zi bundan ostatcha qoladi. 4 metr bu, 5 metr bu birava gerekmasligi mumkin. Bizlarni foyda pulimiz shunday yetadi qacha olincha. Shuning uchun 95 ming so'mdan buning qalin gördingmi buni? Qalin gördüm. Qalin qizil. Dumbildab turishini qarang, orasini ochib ko'rsatib turmayning orasini ko'ring. Qalin narsa bu. 95 ming so'mdan qo'yib beraman. 100 ming so'm emas. 1 kvadrat metri 95 ming so'm. Bundan ham arzoni yo'qmi deb so'rashlaringiz mumkin. Undan arzon palas olasizmi? Yo'q, bundan arzoni g'oli qo'yib beraman. Og'abek tortib bering. Bo'ldi, shuni qo'yaring. 85 mi bu? Bu 1 kvadrat metri 110 ming so'm, 85 ming so'm nechidi? 85 ming so'mdan yangi sotib turganimizda ko'rding o'xshaysan. Shunga 85 ming so'm. 85 sotib turibman-ku. Yo'q, 85 emas. 65 emas. 60 emas. Shu videoga bir like bosing, kommentariy yozing. Kommentariyangiz uchun ham bir g'ol qo'yib beraman. Ajoyib bundan. Gilamni tan narxini 55 ming so'm etib qo'yib beraman. 49 sizdan. Hamma narsa shuning ichida. Hamma vaji shuning ichida bo'ladi, xudo xolasa. 50 kvadrat olsa bir oz qo'shib bermaysizmi? Qaysini? Shundan. O'zi bir g'ol olsa bir g'ol qo'shib beramiz. 50 kvadrat, 50 kvadrat ham g'ol olsin qo'shib beramiz. Og'abek metrajga hech narsa qo'shib. Yaymin ko'rsatamiz. Oddiy shatib. Xudo xolasa 50 kvadrat olsa bu narsamizdan joynamoz oddinni bor. Joynamozdan problema yo'q. Paketda bachcha ko'pmi? Yaxshi. Endi bu narsamiz 150 ming so'm sotilgan Emirat degan narsa. Buni har xil gullisi bor, Og'abek. Har xil gullisi shuni bir yonda ko'rsatib berlar. Gap yana. Boqmalda yana. Gap yana Og'abek. Ko'rsataman sana.
Gel kameranı şunu yapıp gözetip verelim. Zoruna. Yine. Razmer bormi ağa? Razmer bağ, ava razmer bağ sana 4 metriklerini gözetip duradik. Meyin abi. Yine. Bir anda açık döned ekan. Yine peçeti bilen, gepim ispatı bilen abi. Yine yakınlaştı. İran. İran sifatdagi gilamimiz San firmasıniki ajoyib sifatda yozilib turibdi. Made in Turkiya 150 ming so'm pul bo'lgan, Og'abek, 150 ming so'm. Ketdi. 115 ming so'm qo'yib beraman. 25-yanvargacha bo'ladi. Faqat 25-yanvargacha bemalol kelib xarid etib ketishingiz mumkin. Undan tashqari, undan bitta arzonroqi yo'qmi desangiz, bor arzonroqi. Mang. Oboy gullisi bor yine. Buncha so'mmi? Kur oqni oboy gullisi bo'ladimi, qizil oboy gullisi yo'qmi deb so'rarlar. Qayta qonga o'xshab 2026 ga moda bo'ldi. 1 kvadrat metr 110 ming so'm, 115 ming so'm tengdagi bilan bir xil yuradi pochti. Ishigilarni tan narxini 80 ming so'm aytib beraman 1 kvadrat metrini. 80 ming so'm. 50 kvadratdan ziyod oldi, liboy bir metrajimdan. 50 kvadratdan ziyod olganda bir joy namozi, dastavkasi, kirkishim, bichishim, taxlashim, hamma narsasi. Hurmatli obunachilar, iloji boricha video ko'rgandan do'rim kelinglar bizga yana. Video ko'rgandan kelmasangizlar bo'lmaydi. Nechun desangiz, sababi g'olini ko'p olib ketishlar mumkin. Gördüğünüz mi video çıktı mı? Sırası gelin, g'olingizni elib keting. Xudo xolasa uni nechun desa bize yetirib berishlar kerak emas. Gelishim shart mi? Razmerini aytsam bo'ladimi? Razmerismi? Og'abek, buning qara. Razmerini dum toshni aytib aytsalar, bizlar eldindan pulini tashlab olib borib beramiz. Lutchi, agar siz Rossiyada bo'lsangiz, ya Qozog'istonda bo'lsangiz, ya chet elda bo'lsangiz, uydan qarindosh jo'rangizni bersangiz ham shu do'kona bor desangiz, video vizibat tursangiz, men sizga tushuntirib beraman. Shu ekran nomerlarda WhatsApp, Telegram, hamma narsa bor, Instagram. Gelib ko'rganlar yaxshi. Gelib ko'rgani yaxshi, gelib ko'rmasa bo'lmaydi, Og'abek. Cho'lar, bu g'olni boqasan aytmadim. Aytib bering shu g'olni, hozir so'rashlari mumkin. Videoni men ko'pincha videoni tutib keladilar, ayni. Buni qo'shib beraman deysiz-ku bundan. Yuringa ish taqir. Bahasi 6,5 million so'm. 5 million 850 ming so'm pul aytib beraman, Og'abek. 50 so'mga kerak shuni. To'shni shuni o'zidan, axir shunda qiziqi. To'shni shuni o'zidan ikkinchisini mutra qo'shib beraman, Og'abek shuning ichida. Bu belni sal nagurtga yetadi ekan. Bu qalin g'oli bo'ladi. To'shni xolasa bir xil aytib olsin, xolasa ikki xil aytib olsin. Odamlarning xohishina bog'liq. Siz xohlagan ravishda, xohlagan rangda taxlab beramiz. Endi Og'abek bizada kommentariya shousi bo'ladi. Kommentariya shousini aniqlab beramiz dedik. Bugungi kommentariya shousi uchun bir dona g'ol qo'yib beraman dedim. Endi hurmatli obunachilar, hozir sizga kommentariya shousi uchun bir dona ajoyibdan bir gilam qo'yib beraman. Bugungi kommentariya shousi uchun shundoq bepul 550 ming so'mlik gilamimdan bir donasini shunday qo'yib beraman. Shartim chiq bo'ladi. Kerak odamingizga tashiysiz, videoga обязательно like bosgan bo'lishingiz kerak. Bu safar ko'rib olamiz. Videoga like bosgan bo'lsangiz bo'ldi. Shu gilamni eng ko'p kommentariyasi like yinglagan odamga shunday mutra qo'yib berajakman. Keyingi videomizda beramiz. Shu bu video uchun keyingi videoda aniqlaymiz. Endi avvalgi o'tgan safargi videoda zakonisidan bir g'olib qo'ydim. Hozir shuni aniqlab beraman. Xudo xolasa. Bo'ldi, buni o'rayman. Og'abek qara. Bunda kommentariyalarni ko'rib o'tiradim o'zim. 61 67 like yinglagan. Birisi 71, birisi 73, 45, 28, 47 o'zi tushaverasan pasa. Eng o'zi birinchi ko'p kommentariya yinglagan odam birinchi turadi. Qara, sначала новыйga kirib ko'ramiz yaxshi barana. Sначала новый ham kirib ko'ramiz. Sначала новыйdan ham uning kommentariyasi ko'p. Yana sначала популярныйga kiramiz. Yana bir обновление etdik. 73 like'ni Shakarjon Matchanova degan. Ustuna bosing, profili chiqadi. To'xtamga o'rnatmang. Menda akkaunt yo'q. Aytasiz yana. Hop, akkaunt bo'lish shart emas. Mana, ishini screenshot atib oling. Mana. Shakarjonobga kelib bemalol gilamingizni kitarasiz. Screenshot ating. Shakarjonobga inetib qo'yamiz yana. O'zingiz uchun kelgan vaqtni ko'rib Ivi. qo'ldan keldi. Bo'ldi. Xudo xolasa bunda gilamini ko'p sotmayman. Bemalol shu gilamni qo'ydim. O'tgan safargi video uchun bemalol kelib aytishingiz mumkin. Endi hurmatli obunachilar, shu ekranda yozilib turgan telefonlarga telefon tasizlar. Sharti, hech qanday shart yo'q. Videoga bir like bosinglar, gilamingizni bir pul bir aksiyasida hamma gilamlarni qo'yib berdik. Metrajini ham общем shikolat bahasida qo'yib berdik. Bemalol kelib aytishingiz mumkin. Azongi soat kechki, azongi 9 dan kechki 6-7 gacha shu yerda bo'lamiz, xudo xolasa. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Videomizga bir like ni bosib, albatta aktiv bo'ling va kommentariya shousiga g'olib bo'ling. Albatta boshqa qatnashuvchi obunachilarimiz uchun alohida rahmat, qo'llab-quvvatladingizlar. Shuncha likeingni azizlar obunachilar, inshaalloh keyingi videomizda omadli inson obunachimizga, ya'ni zarra obunachimizga nasib etsin shu gilamiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.